Assalomu alaykum. Bizni onlayn va offlayn kuzatuvchilar, biz kundagi ishlarni davom ettiramiz. Bizni galdagi mehmonimiz Nortoji onamiz. Bu kishi Toshkentdan, Do'murotdan o'zi. Xo'p, turishidan Anorxol, Anorgul degan ko'rganman, lekin Nortojini men yaqin atrofda eshitmagandim, birinchi marta eshitdim. Nortoji. Nor bo'lganda men. O'sha bilaman, Anorda shu. Anorgul ham shunday o'zi Norgul bo'ladi-da. Xo'p, Nortoji opa, qachondan beri bizni kuzatasiz? Men rostini aytsam kuzatmasdim. Kuzatasiz. Ana dugonam bor edi, Gulchehra yotib ketdilar. Ha. Ana o'shalar menga taklif qildilar. Men ham har qayoliga borganman-da endi. Borganman, u yoqda lechinogaman, bu yoqda lechinogaman, arilla chaqtirganman. Mana shu Grija orqali. Grijamam shu bir 12-yilda bo'lganda. 12-yilda, 16 yil bo'libdi, 14 yil bo'libdi. O'shanda bo'lgan. Shuna men mebelni anaqani stolni ko'tarayotganda diqqa bitib ketganda. Qirq ketgan bo'ldi. Ha, qirq ketgani, keyin endi o'zbeklarni bilasiz. Ish qilib 3-4 kundan keyin doktorga olib borganmiz, MRT qildirgan. Xullas, men bu har qatiskida MRT qildirdim. Bu yerda kunli ekan, lichinasi ham qish edi o'shanda, yanvar. 12-yildami? Ha. Yanvarda. O'zi dekabrda yiqilganman-da, yanvarda borganman. Ha. Xullas, keyin sizni travmatologiyaga borsangiz, u yerda 10 kun davolanasiz dedi. Ha. Keyin u yerga borsam, aytdiki, ular sizdagi yoshgina yigit ekanlar, xolajon 10 kun yotsangiz 1 million ish bilan to'laysiz dedilar. Shuni puliga 3 barobar qilib anaqa yozib beraman dedilar, kam qilib dedilar. Ha. Lechini o'yda olasiz dedilar. Keyin o'yda oldim, kaprisalar oldim, dorilar oldim, puradiyanlar oldim. Ha. Tuzalib ketdi. O'shanda yana bo'rdi-da. qaytaraverdi. Qaytarib Ha. Keyin bir anaqaga tushsam, o't qopdi, tosh to'ladida o'ziga. Ha. Unaydi, pochkada tuz to'ladida. Endi anaqani aytdiki, pristup berganda kelasiz dedi. Toshni. Pristup bermadi. Ha. Yuraverdim. Endi men yo'qda biqinim yomon og'riyverdi. Og'rish boshladi. Og'riy boshladi. Keyin men Gulchehrani uchrashib qoldim, u banisadan chiqib, bunaqa menga taklif qildilar. Siz menga qancha narsalarni o'rgatgansiz. O'zi borib ko'ring. Bir borib ko'ring deb. O'zi biz Gulchehra bilan anaqa Do'murotda maktabda fizkultura qilardik-da. Birga. U men trener edim men. Siz unga trener edingiz. Endi sizga ustoz bo'ldi. Men edim. Men Coviddan keyin xo'jayinim chiqarmadilar. Ha. Fizkulturaga. Endi uyda bilasiz, qamis. Bir pasda similib ketasiz. Shunaqa bo'ldi. Ha. O'zi anu Gerbalayevda ishlab 36 kilo ozgan edi. Shuncha nimani qilsan deydi-ku. Shunaqa bo'lib keyin semirib ketdim. Ha. Shu yashanga keldim, mana endi ancha yaxshiman. Qanday taassurotlar? Yaxshi, yomon emas. Mana shu engishib qolgan edim. Ozgina ko'tarildi. Tushunchalar qanday? Nima tushunchalar o'rgandingiz, tushundingizmi? Tushunchalarni o'rgandim, ha. Artrozni, grijani, yuzaga kelishlari va siz bir oddiy inson sifatida doktor bo'lmasangiz, uyda shu grijani davolashni, artrozni davolashni nimada qilish mumkinligini tushundingiz, ha? Ha. Mashqlar, to'g'ri ovqatlanish, unga davomli bo'lish, kuchaytirib borish vaqtida. To'g'rimi? Bu muhim narsa. Bu o'ta muhim narsa. Shunaqa. Yaxshi. Bu xursandchilik xabar. Xursandman sizga ma'qul bo'lgandan. Hammasiga rahmat. Tan jonli sog' bo'lsin. Sestralar ham vaqtida qarab, kaprisalarni qo'yib. Endi ko'pini otini bilmayman. Uni Sabinani ko'p gapirdilar ular. Gulchehra. Shularga telefon qilib keldim-da. Keyin Rahmonni, Rahmatjonni. Keyin Odil aka, siz. Odil aka. U yoqda ham, bu yoqqa ham bir borgan ekanlar. Gulchehra. Shunaqa. Keyin bu yoqqa kelib, yaqinda singlari bilan xo'jayini ham olib ketdi. U ham Do'murotlik. Ha. Uni ana xo'jayini, bana adam xo'jayinim bilan anaqa masjidga chiqishadi. Ha. Bildi. O'sha meni olib kelgan kunlari kirib ko'rib ketdilar uni ham. Abdulla ham. Ha. Ko'rdim o'sha kuni u kishini. U kishidan intervyu oldik-ku. Ha, oldinglarmi? Ha. Gapiring o kishi. Chiqqan gapiring o kishi. Zo'r, Nortoji xola. Xo'p, efirlarni ko'rib turing, tushunib turing, harakatdan to'xtamay srochni ozing. Necha kilosiz? Ayta olmayman deng. Yo'q, kelgan kunim torttirdim, keyin torttirmadim. O'zi necha kilo ekan tortganingizda? 100.
yuz qarang 35 kilo yuz borda oshiqcha. 30-35 kilo. U tizzani xafa qiladi u. xafa qiladi. Juda qattiq xafa qiladi. Ko'p gap o'tiradim-da men. Ha. O'tiradim, faqat yozardim, onlayn o'qirdim-da. Ko'p anaqa ishim mana shu o'tirish bilan o'tadi. Bir soatda yurib tursa bo'ladi-yu, uni yurib turishga javob beradi-yu. Anaqada erinaman. Erinishni qanday holatga olib Qizg'anib kelishni? Ha. Erinishni qaysi holatga olib kelishni tushundingiz-da endi, to'g'rimi? Ha, tushundim. Pachag'i Xo'jayinim ham aytadilar, "O'tiraverma. Umid bo'lsa ham yurib kel" deydi. Endi nima deydi, namoz paytini qizg'anaman. Endi ham o'tirib O'sha vaqt sizga kerak bo'lib qoladi, xullas. O'sha vaqt hech kimga bergingiz kelmaydi. Ha. Ya unaqa qilmang. Endi tushundingiz, o'zi shijoati bor, bir necha marta ozgan va doim jismoniy aktivda bo'lgan odam ekansiz. Endi sal shuni vaziyatdan chiqargansiz, to'g'ri kelmagan, bu yoqga bo'lasiz endi, iloji yo'q. Jismoniy aktiv bo'lasiz inshaalloh. Harakatdan to'xtamaysiz. Barakallah, sizda yaxshi Endi narsa Gulchehra bo'ladi. aytadilar, "Men podval bitsa, qanaymiz?" deyaptilar. Bu 2-3 kunda ochamiz o'sha. 2-3 kunda ommaviy ravishda pricelar chiqadi. Hozir bezak ishlarni qilib turishibdi, ochib yuboramiz. Pulli Ki ommaviy bo'ladimi? ravishda pulli bo'ladi albatta. Ko'chadan kelgan u yerda alohida trenerlar xizmat qiladi-da. Uni issiq suv, sovuq suv, dush yurishi zo'r. Endi tepaga chiqibsizlar kelsanglar. To'g'ridan to'g'ri o'sha razdelka bor. Razdelkaga kirib, yechinib, qo'yib, chiqib, ayollarning vaqti bor, erkaklarning vaqti bor, bemalol mazza qilib shug'ullanasizlar. Bu katta narsa, kichkina narsa emas. Hammani qo'ldan kelmaydi bu narsa. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Kutamiz siz bo'lmasa. Mayli, rahmat. O'zingiz ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Harakatdan to'xtamang. Qancha vaqtda kelib ko'rinib ketasiz bir ozganligingizni maqtangani? Maqtangani ozganidan keyin-da. Qancha vaqtda ozasiz? 6 oy yetadimi? Bizaga o'sha nima deydi? Oyiga 5 kilo-da. 6 oy yetadimi shunda? Normal. Yetib qolar. Bo'ldi. Eslab qolinglar, 6 oydan keyin ko'rishamiz. Fevral bo'lsa, avgust oyida ko'rishamiz Yaxshi xolos. yetib oling. 6 oydan keyin ko'rishamiz, ha? Xudo xolasa. Bo'ldi. Mayli, Gap yo'q. rahmat. Va'da. Tamam. Men turaman inshaalloh. Siz ozib keling, sizga sovg'am bor bitta. Nima bor? Sovg'a beraman sizga bitta, ozib kelsangiz. Sovg'a? Ha, bor. Motivatsiya bo'lishiga uchun. Ha, oldirab beryapmizmi? Ish qilmasdan bir sovg'a berish yo'q-da. To'g'ri. Yaxshi. Xursandman sizga ma'qul bo'lganidan va yoqqanligidan. O'g'lim ham aytyapti, nima apparatlar qaysi biri yoqdi sizga? O'yga olib berishga dedi-da. O'zimiz sotamiz biz, o'zimizga murojaat qilsin. Ha, shu yerga-da, shu yerga. Bizga sotamiz, ayting, bitta ko'rsin, azamat uchasi sotiladi shu apparatlar, aytadi. Uchasi bo'ldi, muammo yo'q. Qilib beramiz o'zimiz, o'rnatib ham beradi kerak bo'lsa. Endi biznikida unaqa katta joy emas-da. Kichkina joydan bo'ladi, katta bo'lishi shart emas, bir xonani burchagidan turaveradi u. Faqat unga harakat qilish kerak olgandan keyin. Omon bo'ling. Rahmat, O'zingiz ehtiyot sog' qiling, bo'linglar. salomat bo'ling. Xo'p, ko'rdinglar, hamma narsa aslida oson. Ya'ni asli oson, faqat unga yetib boruvchi yo'lda mustahkam qoyim bo'lib turish hammaning qo'lidan kelmaydi. Bu kishi ham oldin yaxshi bo'lgan, qoyim bo'lib turgan, lekin ko'yd bahona bo'lib to'xtab qolgan mana ahvol. Agar to'xtamaganda hozir bu holatga tushmasin. Siz o'sha holatga tushmang, doimo to'g'ri harakatdan to'xtamang, omon bo'linglar.